Katta qush bozor kelganmiz. Bu yoqda papugaylar va boshqa hayvonlarni bemalol ko'rsa bo'ladi. Katta joyda. Bozorda odam to'la, ko'rishingiz mumkin. Har xil qushlar bor. Kelib tanlaversa, narxlarni ham sekin-sekin sizga aytib ketamiz, kelib ko'rib ketsangiz bo'ladi. Bozor katta, bu Qoraqamish bozoridan gapiramiz. Hamma hayvonlar, qushlar Toshkentda joylashgan, Qoraqamish tarafda. Xo'sh, nech puldan bo'lyapti bular? $250 aka. $250 ekan. Buchi Aleksandra. Bu $350, ikkita gapi bor. Ikkita gap bor. Alex Jakudi. Necha oylik bular? 3,5 oylik. 3,5 oylik. 3,5 oy bo'lsa ham juda normal ekan. Na. Narakan. Mana valnislar bor. Valnislar 3 ta ham bor ekan. Ana, jiyanchalarga. Bular nech puldan? 200 ming so'm ekan. To'nir 3 ta ekan. Razelalarcha? Razela 1,5 million. Tamam. Botda bormi tayyor para yo aralashma? Tayyor. Qani tayyori? Mana shunda. Ishlatganmisiz? Yo'q, endi ishlash tayyor. Karellacha? Karella 480 ming. 480 ming so'm ekan. Endi valnislar hozir narxlarni bilasizlar. Aslida katta qushlarni ko'rsatamiz. Mana jiyanchani. Cho'qimaydi. Endi gapga kirib. Ha, yaxshi. Nomeringizni ayting. Nomer 93 897 0060. Mana meniki ham. 93 Aha, 171 aha. 02 qurush. 02 qurush bilan Ruchnoy. Ruchnoy odam tanlamaydi. Ya, ikkita gapi bor deding-a? Ha, ikkita gapi bor. Bozordan akaga ketdi. Nar Karella aka mana. Xo'sh aka, ketdi endi. Nech puldan bo'lyapti bular? Hop, zagon narimiz aka yoshi 8-9 yillik nar bu. Modaga yuradi. Bu bular para, xudo xolasa narning ikkita gapi bor. Busi bo'lgan. Tanlaveramiz, xudo xolasa. Pastda kakadumiz bor mana. Yo'l to'g'ri kakadu. Nar modasi aniq. Parasini $4,000 olamiz. $4,000. Bular ham bir para jakolar, aka. Parasi 1,900-2,000 atrofida bo'lyapti. Narigisi jo'ja jakoyimiz. Oka 3 yashar, doim 3 oylik deganim. Yaxshi. Bular aka ishlamagan tepadagilar. Yo'q, hali ishlamagan. Xudo xolasa Allohning iznidan ko'payadi. Qanchaga zakon? 1,5 mingdan $3,000 para. 1,5 ming. Ayol katta mayda qushlarni taqdir qilamiz. Lo'raga Edvardmiz, nima? Shikona. Akamga yana obzor qilib beradi. Xo'sh, qancha? Hop, mutatsiyalar aka bular ajirliklar. $800, $500 aka bular. 800-500. Hop, lo'riketlar bular aka, radujnilar. Bular paralar, ishlagan paralar aka bular. Parasi $750 qilib beramiz. Ishlagan para aka. Bo'ladigani nech puldan aytib Aka $700 qilib beramiz. Olgan odamga gaplashaveramiz, aloqaga chiqamiz. Ajirlik mana do'ylarimiz aka. 1 milliondan. Necha oylik aka bular? Necha oylik? 3 oylik bular. 4 oylik. Mesli hammasi aka. Penatchi aka, penat. Penat para aka. Ha, parmi? Penat para. Bu yoqda turibdi paralari. Xo'sh aka, bularcha? Razeli krasniyda ishlagan рабочий paralar bular aka. Parasi $200 qilib beramiz. Aha. Pepchichi aka bitta turgan. Labbe, Pepchi aka bu oranjli tegidan chiqqan oranjli aka $150 qilib beramiz. Karellalarcha aka? Karella 200 ming so'mdan aka. 200 ming so'mdan. Bu tak, Andurka bilan aralash ekan. Andurka bilan aralashgan. Привозной bor, bitta mesliga bor aka. $50 dan. Meslimi yo привознойлami? Qaysi biri? Andurkalar. Andurkalar привозной ham bor, mesliga ham bor. Привозной qaysi aka? Mana ko'klar, kalsorilar привозной aka. $50 dan $100 gacha. $100 gacha. Bular Amadinkalarimiz aka mana. Amadinkalar bu yerda hozir krasniy golli amadinkalar bor, zrosli paralar aka. Parasi 500 mingdan. Parasi 500 mingdan. Muchchalar parasi 300 ming qilib beramiz aka. Oladigan odamga gaplashaveramiz. Ha, yaxshi. Bularcha aka Malodor. Malodor Piostril aka, donasi 1 milliondan. Kelishtirib beramiz uni ham. Pepchi prostoylarcha? Prostoy pepchiklar. Parasi 700 ming aka. Parasi 700 ming. Ko'rishingiz mumkin. Akada seroq. Nomeringizni ayting endi aka. 94lik 656 64 63. Agar akani oldiga borib intervyu qilib, joylarni olamiz desanglar, 500 to'g'ri qilsak boramiz.
olib turish sexlarida ko'ramiz. Xudo xohlasa, uyga olib qo'yib beramiz. Rezervlar va bunaqalar chiqibdi. Ko'rshingiz mumkin. $100 dedingiz aka bular? 1 million so'mdan. 1 million so'mdan ekan. Necha oylik aka bular? 4 oylik. 4 oylik. Bular-chi aka? Bular tayyor pari, $200 pari. $200 ekan pari. Bu ham sizdan. Bular-chi akam? $800 pari. $800 pari. Bu ishlaganmi? Yo'q, ma'lumotmi hali? Bu endi ishlamagan. Ishlamagan, ha? Chetdagi yo'q. Bittasi ishlagan mana shu. Bularda ishlab chiqargansiz, lekin o'zingiz ishlattirgan. Привозный, ha? Bular nech pul deyapsiz aka? Mana bu ham noyoblar ekan. $1000 pari. $1000. Bunaqa hali O'zbekistonda ekan, mana kallasi sariqli. Bu ham привозной ekan. Bu oddiy ham. Andurkalar-chi aka? Andurkada $200 pari. Andurka $200 pari. Привозной ham menimcha bular ham, ha? Bular hali menimcha yoshroq. Yoshroq. 1 yil 2 yillik. 1 yil 2 yillik ekan. Rosa ko'tarib ketadi, endi boqish kerak edi. U yoq addendan u mana. Bu nima edi aka parodasi? Bu Воротничковый gibrid. Воротничковый gibrid ekan. Bu pari tayyor ha menimcha. Tayyor pari. Buni nech pul deyapsiz aka? $500. 500 ekan. Aleksandr Ilicha. Aleksandr tayyor рабочий pari $700. Necha marta ishlagan aka? 2 marta ishlagan. 2 marta ishlagan ha. Nechta tuqqan aka primerni? Nechta bola ochgan? 3 ta ochgan. 3 ta ochgan ekan. Bu рабочий pari. Sal ustasi kichkinagina baquvvat boqsangni yaxshi, tayyor ekan. Aka nomeringizni ayting endi. 97lik. 97lik 402 402 07 07 90. 07 90. Ko'rishingiz mumkin. Bor hali aka sizda ko'p a? Ko'p bemalol. Telefon qilsa har xili bor. Bor.